Jizzax yoshlar shaharchasi forum maydonidan gapiramiz. Jizzax shahrida Navro'z bayrami qachon bo'lib o'tadi degan savol ko'pchilikni o'ylantiryapti. Tumanlardagi bayramlar yakuniga yetdi. 21 hamda 22 mart sanasi soat 10 da aynan forum maydonida mana bu yerda maxsus Navro'z uchun sahna tayyorlanyapti. Ko'rib turganingizdek bu yerda tayyorgarlik avjida. 21 mart, 22 mart kunlari sayl tarzida bayram bo'lib o'tadi. Har doimgi an'anaga ko'ra bu yil O'rda bog'ida emas, O'rda ekologik bog'ida emas, aynan mana shu yerda bayram sayllari bo'lib o'tadi. Qolaversa, bu yerdagi bosh sahnadan tashqari yana 3 ta kichik sahnalar ham joylashtiriladi. U yerda ham bayram konsertlari, qo'shiqlar, bayram kayfiyati hammasi avjida bo'ladi va bir narsani aytib o'tmoqchimiz, har yili taklifnoma bilan kirib, o'tirib tomosha qilishardi. Bu yil hamma birdek. Mana shu yerda hech kimga taklifnoma berilmaydi. Xohlagan odam kelib konsertni tomosha qilsin, xohlagan odam sayl qilsin. Demak, 21 mart kuni soat 10:00 da hammani mana shu forum maydoniga, yoshlar shaharchasiga taklif etamiz. Bayram bo'lib o'tadi. Mana shunday yangiliklarni Jizzaxjon sahifasida kuzatib boring.